odamlar o'zi narxiga qiziqib arzonroq oladida, keyin diod bo'lmas ekan, diod yaxshi otmas ekan deb yurishadi. Xo'p, qaranglar, ko'rinishidan ikkita bir xil lampochka. Bunisi 16 vatt, o'rtacha bozorda 10 ming so'm sotilyapti. Bunisi 10 vatt. Vati pastroq, lekin o'rtacha 25 ming so'm sotiladi. Hozir sizlarga buni farqini ko'rsatib beraman. Xo'p, mana priborimiz ulab oldi. Qaranglar. Bu o'sha 16 vatt. 10 ming so'm o'rtacha sotilayotgan lampochka. 8.7 ko'rsatyapti. To есть yarmini beryapti. 16 vatt deyilgan, 8.7 vatt beryapti. Endi keyingisi. Bunisi endi 10 vattligi 25 ming so'mlik. Mana bu 10 vatt bo'lsa ham, ko'rib turganingizdek 11.4 vatt beryapti. Mana nimaga bu qimmatroq bunga nisbatan. Xullas, xulosa o'zingizlardan, men spesialniy firmasini ko'rsatib o'tirman. Firmasidan qat'iy nazar, arzoni bekorga arzon emas, qimmati bekorga qimmat emas. Salomat bo'linglar, tanlov o'zingizlardan.